Endi qara, Allohning rahmat asallariga yer yuzini o'limidan sonra qandoq tiriltadi. Bir zaman ikki odam jannat kabi go'zal bir mamlakatga ketdilar. Ko'radilarki, har kim uy, xona, do'kon darvozalarini ochiq qo'yib, muhofazasiga diqqat etmaydi. Bir qishloq arbobsiz bo'lmaydi. Bir igina ustozsiz bo'lmaydi, sohibsiz bo'lolmaydi. Bir harf kotibsiz bo'lmaydi. Bilasan, shu ko'ringan mamlakat bir manavr maydoni, ham sanoyi g'ariba sultoniyaning mashharidir, ham muvaqqat ta'dobsiz musofirxonalaridir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşamki dersimizge hoş gelipsizlar azizin ağalar. Bugünkü dersimizde mazmunu 10. söz Aşir Risalesinden okuyubuz inşallah. İnşallah hayırlı olsun deb temenni etamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhiyyil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike lemuhiyyil mevta ve huve ala kulli şeyin qadir. Endi qara, Allohning rahmat asallariga yer yuzini o'limidan sonra qandoq tiriltadi. Buni qiladigan albatta o'liklarda ham mundoq tiriltadi. U har narsaga haqqi bilan qodirdir. Inog'a hashr va oxiratni oson va avom lisoni bilan va vozih bir tarzda bayonini istasang, shundoq bo'lsa, shu tamsiliy hikoyaginaga nafsim bilan barobar qara, eshit. Bir zaman ikki odam jannat kabi go'zal bir mamlakatga ketdilar. Ko'radilarki, har kim uy, xona, do'kon darvozalarini ochiq qo'yib, muhofazasiga diqqat etmaydi. Mol va pul maydonda sohibsiz qoladi. U odamlardan birisi har istagani narsaga qo'lini uzatib, yo o'g'illadi, yo g'asb etdi. Avasiga mag'lub bo'lib, har nava zulmni, safoatni irtikob etdi. Aholi ham unga ko'p ilishmadilar. Boshqa o'rtog'i unga aytdiki, yerga ikkita kishi bir yaxshi bir shaharga borganlar. Shahar ajoyib bir shahar, hamma narsa munazzam, tartibli, ko'p go'zal shahar. Hamma narsa maydonga, do'konlar, darvozalar ochiq, do'konlar ochiq, bozorlar ochiq. Bu ikki kishidan biri nima qiladi? Boradi, bittasi o'g'illaydi, o'rdan bir narsani oladi, degan joydan degan narsani oladi, o'g'ilchilik qilib yotibdi. Nafsiga mag'lub bo'lib, o'rdagi narsalarga qo'l uzatadi va o'rdagi aholi, o'rda o'tayotgan, qaytayotgan kishilar ham bularga ilishmaydilar. Bularga hech narsa demaydi. Nima qilasan? Endi o'sha o'rtog'i bunga aytadi. Nima qilasan? Jazo ko'rasan. Meni ham baloga qo'yasan. Bu mollar davlat molidir. Bu aholi bola chaqasi bilan askar bo'libdi va ma'mur bo'libdi. Shu ishlarga shaxsiy bir shaklda istihdom bo'libdilar. Uning uchun senga ko'p ilishmaydilar. Faqat intizom shadiddir. Podshoning har yerda telefoni bor va ma'murlari bo'ladi. Tez ket, amon tila dedi. Ya'ni bu o'rtog'iga, oshnasiga u yaxshi kishi aytadiki, sen borgin deydi, amon tilagin, chunki yomon ishlar qilib yotibsan, sen boshqalarning moliga qo'l uzatib yotibsan. Ular senga ilishmaydi, senga hech narsa demaydi, ammo berga bir intizom bor, berga podshoni har joyga telefoni bor, ma'murlari bor. Ya'ni shaxsiy ki sen ko'rmaysan, bilmaysan, ular seni ko'radilar, ammo senga ilishmaydilar. Sen shu bilan kesh bo'lmay, borgin amon tilagin. Faqat u sarsam zid qilib, ya'ni bu o'rtog'ini, oshnasini gapini olmaydi, zid qiladi. Yo'q, davlat moli emas, balki vaqf molidir, sohibsizdir. Har kim istaganiday istifoda qila oladi. Bu go'zal narsalardan istifodani mana qilaydigan hech bir sabab ko'rmayman. Ko'zim bilan ko'rmasam inonmayman dedi. Ham faylasufona safsatiyot aytdi. Ikkisi orasida jiddiy bir munozara boshladi. O'rtog'i yaxshi bir inson, unga yaxshi nasihatlarga nasihat qiladiki, borgin, sen amon tilagin, berdagi mol nima moli emas, davlatning moli emas. Sen borgin, uni amon tilagin. U aytadi, yo'q deydi, bu egasi yo'q deydi bu molda deydi. Bu mollarga men qo'l uraman deydi. Unda bir moni ko'rmayman deydiki, bu yerga bir joyga yozilgani yo bir nima yo'qki, sen buni istifoda qila olmaysan deb bir narsa, bir sabab ko'rmayman deydi. Avalan u sarsam dedi, podshoh kimdir? Tanimayman. Sonra arkadaşı unga javoban, bir qishloq arbobsiz bo'lmaydi, bir igina ustozsiz bo'lmaydi, sohibsiz bo'lolmaydi, bir harf kotibsiz bo'lmaydi. Bilasan, qandoq bo'ladiki, nihoyat darajada muntazam shu mamlakat hokimsiz bo'lsin. Ya'ni bir iginani tuzatmoq
qazimoq uchun usta kerak. Uni igina qancha oson bir narsa bo'lgani uchun o'shanga atto lozim. Bir qariya bir qishloqqa arbobi bo'lmasa, u qariyadori bo'lmasa, u qishloqga ko'p mushkulotlar o'rtaga keladi. Har joyga qariyalarga bir arbob yo bir qariyador tiriklik qiladi. Ya'ni bu yerga o'rtog'iga nasihat berdi. Va muncha ko'p sarvatki har soatda bir rel g'oyibdan kelgani kabi qiymatdor musanni mollar bilan to'la keladi. Ya'ni ajoyib bir mamlakatki, muncha bir sarvat, muncha boy bir davlatki, rellar borki, rellar bilan to'la narsalar keladi va bu narsalar ko'p sanoatlik narsalar. Unda oddiy narsalar emas. Va har yerda ko'ringan e'lonnomalar va bayonnomalar va har mol ustida ko'ringan turra va sikkalar, muhrlar va har go'shasida sallangan bayroqlar qanday moliksiz bo'la oladi? Yani muncha ishoratlar bor. Har molni ustiga keladi, tavzi bo'ladi. Hammasini ustiga bayroqlar bor, ishoratlar bor, nishonlar borki ko'rsatadi. Bu qayerdan kelganini ishorat qiladi. Sen tushunadiki, bir parcha farangiy o'qibsan. Bu islom yozilarini o'qiy olmaysan. Hamda biladigan kishidan ham so'rmaysan. Bu islom xatini ham, yozisini ham tushunmaysan. Biladigan bir kishiga ham borib so'ramaysan. Mana kel, eng buyuk farmonni senga o'qiyman. Endi bu kishi o'z o'rtog'iga, oshnasiga katta bir farmonni aytib bermoqchi. Oshnasi endi nima deydi? U sarsam aynaldi dedi. Do'sti aynaldi dedi. Hay, podshoh bor, faqat mening juz'iy istifodam unga nima zarar beradi? Xazinasidan nima nuqson bo'ladi? Ham bu yerda maps yo'qdir. Jazo ko'rmayman. Ya'ni jazo ko'rinmaydi. Ya'ni hay dedi, podshohga ham qabul etdi. Podshoh bor, ammo muncha podshohning muncha sarvati bor, muncha mulki bor, joyi bor. Men birozgina olsam, u bunga bir zarar bermaydi. Podshohga bir zarari yetishmaydi. Xazinasi ko'p katta. Unga bir nuqson yetishtirmaydi. Bergan men nazarimdan deydiki, aytadi, maps ham yo'q deydi. Arkadaşı unga javoban aytdi. Yohu, shu ko'ringan mamlakat bir manavr maydoni, ham sanoyi g'ariba sultoniyaning mashharidir, ham muvaqqat ta'dobsiz musofirxonalaridir. Ya'ni bu dunyoni musofirxonaga berga ustod tashbih etdi. Berga muvaqqat bir vaqt to'xtaysan, bu ta'dobsiz o'tib ketayotgan bir narsadir. Berga sultonning narsasi san'atlarini berga ko'rsatiladigan bir maydonidir, bir manavr maydonidir. Ko'rmaysanmiki, har kun bir qofila keladi, biri ketadi, g'ayb bo'ladi. Doimo to'ladi, bo'shaladi. Mutavajjih emasmizmi? Facebooklarga har ro'z bitta kishi vafot qilibdi deb bir aks qo'yilgan, bir diga aksga qarasangiz bir mayda bola tug'ilibdi, uni tabrik aytadilar bir-birovlariga. Bir tarafdan kelib yotibdi, bir tarafdan ham ketib yotibdi. Ya'ni to'ladi, bo'shaladi. Bir zaman sonra shu mamlakat tabdil etiladi. Shu kundi ilmi hattoki aytadiki, bu yer yuzi, bu dunyo bir kun nobud bo'ladi, mahv bo'ladi. Chunki qonuni fizikiki berga nima bo'lgan, har ro'z buzilib ketib yotibdi. Har narsa buzilmoqga nima bo'lib ketib yotibdi. Ko'rmaysanki, har kun bir qofila keladi, biri ketadi, g'ayb bo'ladi, doimo to'ladi, bo'shaladi. Bir zaman sonra shu mamlakat tabdil etiladi. Bu aholi boshqa va doimiy bir mamlakatga naql etiladi. O'rga har kim xizmatiga muqobil yo jazo yo mukofot ko'radi. Ya'ni bu yerdagi ko'raydigan insonlaring deydi o'rtog'iga, rafiqiga, do'stiga, aytadi, bular hammasi boshqa bir mamlakatga tabdil makon etadilar, ketadilar va o'rga bular nima? Yo jazo ko'radi, yo mukofotini ko'radi. Yana u xoin sarsam tamarrud edib, ya'ni zid qilib yana o'rtog'i zid qilib yotibdi. Iqto bo'lmadi bu narsalarga. Inonmayman. Hech mumkinmiki bu mamlakat xarob etilsin, boshqa bir mamlakatga ko'ch qilsin dedi. Buning ustida Amin qardoshi, arqadoshi dedi. Ya'ni bu birinchi o'sha zid qilayotgan tamarrudli kishi odam inonmayman deydi. Bu mamlakat xarob bo'lmaydi deydi. Bu ilalabad bu mamlakat bor deydi. Bir ko'chmoch ham nimaga yo'q, planga yo'q deydi. Madem bu daraja inod va tamarrud etasan, kel addu isobi bo'lmagan daloil ichida 12 surat bilan senga ko'rsataman. Hay deydi, sen muncha inod etasan, muncha zidlik qilasan, menga bavar qilmaysan deydi. Kel hay deydi, addu hisobi ko'ring, addu hisobi bo'lmagan daloil, ya'ni daloil qancha ko'p bo'lganiga berga ishorat. 12 surat bilan senga ko'rsataman deb o'rtog'iga aytadi. Bir mahkamai kubro bor, bir dori makofot va ihson va bir dori majozot va zindon bor. Va bu mamlakat har kun bir daraja bo'shalgani kabi bir kun keladiki, butun bo'shalib xarob bo'ladi. Yer yuzini aytadi. Ya'ni bu dori makofot bor, chunki har kun ko'ramiz ketib yotibdi insonlar. Bir kun bo'ladiki, hech kimsa qolmaydi, ammo bu yer yuziga bo'ladi. Hech mumkinmidirki, bir saltanat, baxusus mundoq muhtasham bir saltanat husni xizmat etgan mutiylariga makofoti va isyon etgan
kishlarga majozoti bo'lmasin. Bu yerda yog' hukmidadir. Demak, boshqa bir yerda bir mahkama-i kubro bordir. Ya'ni mundoq saltanat bor berga, yer yuzidagi saltanat mundoq muhtasham, ya'ni bir xato ko'ramizmi shu Xudovand Rabbimizni yaratgan saltanatiga? Hamma narsa soatda ishlaydi. Nima narsaki g'alatlik bor, insonning qo'lidan bo'lgan g'alatliklar. Qayergaki kasofat ko'riladi, insonning qo'lidan bo'lgan. Jangallarning ichiga borsangiz, dashtlarga, sahrolarga boshlaysiz, bir narsa ko'rasizmi? Hamma narsani Rabbimiz qandoq idora etadi. Uni narsasini ko'rsatadi. Muhtasham bir saltanati bor. Va berga xizmat qilgan, ya'ni u podshoh Rabbimiz, unga xizmat qilayotgan mutilar, uni qullariga, ularki yaxshilar, ularga itoat etadilar. Tabiiyki deydi, bularga bir mukofot beriladi va ularki bunga isyon etadi. Nima bo'ladi? Ular bir majozot ko'radi. Ammo deydi, shu pula berga ko'rinmaydi, berga mustaqim bir shaklda unda bir majozotni ko'ra olmaysiz. Berga nimaga ishora? Demakki deydi, bir joy borki, o'rga mahkama bo'ladi, aqdorga haqqi beriladi, jazodorga jazosi beriladi. Ya'ni berga yomonlik qilayotgan qancha insonlar bor? Million insonlarni o'ldirgan kishilar bor. Undan sonra qancha boshqa g'ayri axloqiy, qancha yomon ishlar qilib yurgan insonlar bor. Boshlariga darrov kelmaydi, chunki Xudovand ularga muhlat beradi. Agar u har qilganidan sonra boshiga bir zarba yelsaydi, nima bo'ladi? Berga bir imtihon dunyosiga, sirri imtihon o'rtadan ketadi. Ikkinchi surat. Bu jarayon avodisga, ijrohatga qara. Qandoq en faqir, en zaifdan to har kimga mukammal, mukallaf arzoq beriladi. Hamma hayvonot arzoqini ko'rib yotibsizlar. Insonlar yetishtira olmaydi. Bir pishay saqlaydi yo bir kuchuk saqlaydi. Qancha masrafi bor, uni yedirmog'i, ichirmog'i, doktori. Ammo tabiat hayvonlar bilan to'laka. Qanday ularda rizqi yetishadi? Ularda doktori, bemasi, shunisi, bunisi tabiatga ochiq bir shaklga yuribdilar. Demakki, nima bor? Ularga qaraykan, zaifdan tut to qavisigacha bir zot borki, ularga qaraydi. Hech kimi bo'lmagan marizlarga ko'p go'zal qaraladi. Am g'oyat qiymatdor va shohona taomlar, taboqlar, murassah nishonlar, muzayyan albasalar, muhtasham ziyofatlar bordir. Qara, sening kabi sarsamlardan boshqa har kim vazifasiga g'oyat diqqat etadi. Ya'ni seniday bu saltanatga qonunini maroat etmayotgan insonlardan boshqa butun mavjudot qanday maroat etib yotdi? Hammasi o'z haddini biladi, haddini oshmaydi. Kimsa zarracha haddidan tajovuz etmaydi. En buyuk shaxs, en buyuk bir itoat bilan mutavozona bir xavf va aybat oldida xizmat etadi. Demak, shu saltanat sohibining ko'p buyuk bir karami, ko'p genish bir marhamati bor. Ham ko'p buyuk izzati, ko'p jalollik bir aysiyati, nomusi bordir. Holbuki karam bo'lsa in'om etmoq istaydi. Marhamat bo'lsa ehsonsiz bo'lolmaydi. Izzat bo'lsa g'ayrat istaydi. Aysiyat va nomus bo'lsa adabsizlarning ta'dibini istaydi. Holbuki shu mamlakatda u marhamat, u nomusga loyiq mingdan biri qilinmaydi. Zolim izzatida, mazlum zillatida qolib birdan ko'chib ketadi. Ya'ni ko'p zolimlarni ko'ramizni, hech bir narsa qiyinchilik ko'rmay o'tib ketadilar. Nima? Ularni narsasini nima qiladi Rabbimiz? Beklatadi. Nima kunga beklatadi? Katta imtihon kuniga, katta mahkamaga, mahkama-i kubroga beklatadi ularni majozotini. Chunki deydi, bu qadar izzati bor Rabbimizning, bu qadar ehsonlari bor. Bu deydi, marhamat qilayotgan Rabbimiz bor, ne Rahmonur Rahim deymiz. Bu marhamatini qarshisini, muqobilini inshaallohki u katta dori imtihon bo'lgan mahshar kuni mahkama-i kubroda inshaallohki nima qilamiz? Demakki, mahkama-i kubroga topshiriladi. 3-surat. Qara, qancha oliy bir hikmat, bir intizom bilan ishlar aynaladi. Ham qancha haqiqiy bir adolat, bir mizon bilan muomalalar bo'ladi. Holbuki hikmati hukumat bo'lsa, saltanatning jinoiy himoyasiga iltijo etgan multajilarning taltifini istaydi. Ya'ni qancha bir hikmat bilan, intizom bilan, nazm bilan nimarsa bor, bir adolat bor shu dunyomizda. Bir mizon bor, bir adolat bor. Holbuki deydi, nima? Hikmat bo'lgan joyga, hukumat bo'lgan joyga saltanatning o'sha multajilar ki bor, sig'ingan kishilarga nima bo'ladi? Ular boy taltif etiladi, yordam etiladi ularga. Adolat bo'lsa, raiyat huquqining muhofazasini istaydi. To hukumatning aysiyati, saltanatning ashmati muhofaza bo'lsin. Ya'ni muncha yomonlik qilayotganlar shu bilan so'ralmaydi. O'shalar ba'zilar tushunadilarki, bu dunyo yakka bu dunyo va nima uchun muncha inson mayda balalar Afrikaga o'lib yotibdi yoki urushlar bor, munda bo'ladi, shunda bo'ladi. Nima uchun u insonlar yakka bu dunyoga qarab, u tasmimni, u nimarsani oladi. Ya'ni nima bilan qarash lozim? Bu dunyoni olmoq lozim, oxirat bilan birlikda qaramoq lozimki haqiqatni ko'ra olsak. Bo'lmasa yakka bu dunyoga qarab bir qarorga borsak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Rabbimiz nima
qiladi? Mahkamalari bor. Eng kattakon mahkamasi Mahkamai Kubro. Sonra kichik mahkamalari ham bor. Ba'zi mahkamalar borki, shu dunyoga hatto uni boshiga ketirtiradi kichik. Ikkinchisi nima narsa? Qabrga bo'layotgan mahkama. O'rgan bir mahkamai kichik mahkamadan o'tiladi. Ammo eng kattakoni qayergadir? Oxiratda Mahkamai Kubro. Holbuki shu yerlarda u hikmatga, u adolatga loyiq mingdan biri ijro bo'lmaydi. Ya'ni bu yerga hukm berilmaydi. U adolatga loyiq mingdan biri ijro bo'lmaydi. Sening kabi sarsamlar ko'pi jazo ko'rmadan bu yerdan ko'chib ketadi. Demak, bir Mahkamai Kubroga qo'y beriladi. 4-surat. Qara, addu hisobga kelmagan shu namoyishxonada bo'lgan mislsiz mujavharat. Qancha san'atlar bor bu yer yuziga. Shu dasturxonlarda bo'lgan amsolsiz g'izolar ko'rsatadilarki, bu yerlarning podshohining adsiz bir saxovati, hisobsiz to'la xazinalari bor. Mana shu marketlarga kirib ko'rmaysizmi? Shu Yevropadagilarni farzi misol nima qilsak, bir kirsangiz bir meva qismatiga o'zi qancha katta joyda ochib qo'yibdilar. Rang-barang mevalar bor, bilmagan rang-barang mevalar bor. Bundoq mislsiz narsalar borki, hayron qolasiz. Yo bu tabiatlarda aytmaysizmi? Masalan, Solangni ko'rsangiz, qanday go'zal manzaralar bor. Mana bu Yevropaga kelsangiz, Norvegiya taraflarga ketsangiz, ajoyib Rabbimizni yaratgan manzaralik joylari borki, insonni nimaga ketiradi? Hayratga ketiradi. Bu nimani berga ko'rsatadi? Ko'p saxovatli, ko'p hisobsiz to'la xazinalari bor. Holbuki bundoq bir saxovat va tukanmas xazinalar doimiy va istanilgan har narsa ichida bo'lgan bir dor ziyofat istaydi. Ya'ni bu dunyoga muncha ziyofat bergan bir zot. Bu istaymi hamma narsa yo'q bo'lib ketsin. Bu nimaga istaydi? Berga katta bir dor ziyofat, bir maydon ziyofat bo'lishi lozim bo'ladi. Ham istaydiki, u ziyofatdan talazzuz etganlar o'rga davom etsalar, ya'ni so'ngsiz bir hayotga yashasinlar. U istaydiki, undan lizzat olayotgan kishilar o'rga so'ngsiz bir hayot yashasinlar. To zavol va firoq bilan alam ko'rmasinlar. Zavol firoqdan odam qancha alam ko'radi. Bir yaqini biz vafot qiladi, qancha odam diyrai qon bo'ladi. Yoki bir ruxsatiga ketibsiz, yo bir ta'til qilasiz, ruxsati kunlaringiz xalos bo'ladi. Sizga nima beradi? Alam beradi. Mana endi ishga boshlayman deb bu shaklga. Chunki zavol alam lizzat bo'lgani kabi, zavoli lizzat ham alamdir. Nimarsa? Ya'ni alamlarki bitta xalos bo'ldi, lizzat boshlaydi. Uni nimarsasi ma'kusi nimarsadir? Lizzatlar xalos bo'lganga alamlar boshlaydi. Bu namoyishxonalarga qara va shu e'lonlarga diqqat et va bu dallollarga quloq berki, mo'jiznamo bir podshoning antika san'atlarini tashkil va tashhir etadilar. Kamolotini ko'rsatadilar. Mislsiz jamol ma'naviysini bayon etadilar. Husn-u maxfiysining latoifidan bahs etadilar. Demak, uning ko'p muhim, hayrat berayotgan kamolot va jamol ma'navisi bordir. Rabbimizni ko'ra olmaymizmi? Uni ismlaridan biza uni yaratgan maxluqotidan, mavjudotidan onib tushunib olamiz. Maxfiy qusursiz kamol bo'lsa, taqdir etayotgan, istehson etayotgan, mashallah deb mushohida etayotganlarning boshlarida tashhir istaydi. Maxfiy nazirsiz jamol bo'lsa, ko'rinmoq va ko'rmoq istaydi. Ya'ni Rabbimiz shu bilan o'zini bizga ko'rsatmaydi. Ammo bunda bir jamol sohibi, uni yaratgan maxluqoti qancha go'zaldir. Qaray biz u ismlarini tajalli etgan mavjudotga, unda bir zot o'zini ko'rsatmoq istaydi. Ammo qayerga? Bu dunyoga emas tabiiyki. Muxtalif oynalarda bizzot mushohida etmoq, boshqasi mushtoq tomoshachi va mutahayyir istehson etayotganlarning mushohidasi bilan mushohida etmoq istaydi. Ham ko'rmoq, ham ko'rinmoq, ham doimiy mushohida, ham abadiy ishhod istaydi, ham u doimiy jamol, mushtoq tomoshachi va istehson, ya'ni qo'shiq kelayotgan etayotganlarning davomi vujudlarini istaydi. Ya'ni bunda yer yuziga insonni nima shakliga yaratgan? Ashrafi maxluqot. Nima? Bu ashrafi maxluqot, ya'ni Rabbimizning eng katta san'ati inson. Inson nimada? Koinotni tamsil etadi. Kichik bo'lgan miniatyur shaklidagi koinotni tamsil etadi inson. Buni Alloh istaymiki yo'q bo'lib nima bo'lib ketsin? Tabiiyki istamaydi. Chunki doimiy bir jamol zoil mushtoqqa rozi bo'lmaydi, zero qaytmamoq uzara zavolga mahkum bo'lgan bir tomoshachi zavolning tasavvuri bilan muhabbati adovatga aynaladi, hayrat va hurmati taqirga mayl etadi. Musofirxonalardan har kim tez ketib
g'oyib bo'ladi. O kamol va o jamolning bir nurini, balki zaif bir soyasini bir lahza ko'rib qo'ymadan ketadi. Ya'ni insonlar bu dunyo hayotiga 15 yoshiga kelganga illa aqli boshiga keladi. Necha yil yashaydi, bunga kasalliklar bor, hayot mushkulotlari bor, sonra qariydi, kasalliklar bo'ladi, ketadi. Ya'ni tez o'tib ketadi inson. Bir imtihon narsasidan o'tadi. Bir joyi borki, bu uzun sonsiz bir hayot yashaydi bu inson. Uki sultoniga, podshohiga itoat etibdi, uni gaplarini yeriga keltiribdi. Demak, bir sayrangoy doimiga ketiladi. Sayrangoh ya'ni tafrihiy bir joy. Ya'ni inson hamisha mushkulotlar bilan imtihon bo'ladi, qiyinchiliklar o'tkaziladi. Ishga ketmoq o'zi bir mushkul, kasal bo'ladi odam, shu mushkul, maosh bo'lsin, ish bo'lsin degan narsalar bo'lsin, mushkulot bu dunyoga ko'p. Ammo bu nimaga qo'yiladi? Bu chakar va tafrih nimaga qo'yiladi? Bir sayrangoy doimiy. Qara, bu ishlar ichiga ko'rinadiki, u mislsiz zotning ko'p buyuk bir shafqati bordir. Chunki har musibat zadaning imdodiga chopiladi, har savolga va matlubga javob beriladi. Hatto qara, en adno bir ojat, en adno bir raiyatdan ko'rsa shafqat bilan qazo etadi, ya'ni joyiga keltiradi. Bir cho'bonning bir qo'yini bir oyog'i injinsa yo marham yo doktor yuboradi. Ketaylik, shu tarafga buyuk bir ijtimo bor. Kel deydi, shaqqa ketaylik, bir ijtimo, bir ko'pchiliklar yig'ilibdi. Qani beri nima bor? Butun mamlakat ashrofi u yerda yig'ilishibdilar. Qara, ko'p buyuk bir nishonda toshigan bir yovar akram bir nutq o'qiydi. Ya'ni bir yovar akram bor, nishoni bor ustiga. U nima qiladi? Nutq o'qiydi, gapiradi insonlarga, o'rga yig'ilgan kishilarga. O shafqatlik podshohidan bir narsalar istaydi. O yovar podshohidan bir narsa istaydi. Butun aholi biz ham istaymiz aytadilar. Uni tasdiq va ta'yid etadilar. Endi ishit bu podshohning mahbubi aytadiki, podshohning mahbubi kimdir berga sizlarning nazarlaringizdan? Payg'ambar afandimizni berga, Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni berga misolga aytadi. Ey bizlarni ne'matlari bilan parvarda etgan, rizqlantirgan sultonimiz, bizlarga ko'rsatganing namunalarning va soyalarning asllarini, manbalarini ko'rsat va bizlarni maqari saltanatingga jalb et. Bizlarni bu sahrolarda mahv ettirma. Bizlarni huzuringga ol, bizlarga marhamat et. Bu yerda bizlarga tottirgan laziz ne'matlaringni va u yerda yedirgin. Bu buncha lazzatlar totib yotib biz yeymiz. Chashit rang-barang, ya'ni u o'rgam yedirgin deb payg'ambarimiz duo etadilar. Bizlarni zavol va tab'id bilan ta'zib etma, ya'ni azoblantirma. Senga mushtoq va mutashakkir shu muti raiyatingni boshi bo'sh, sargardon qo'yib e'dom etma. Aytib va ko'p zori qiladi. Sen ham eshitasan, ajabo muncha shafqatlik va qadrlik bir podshoh hech mumkinmiki? En adno bir odamning en adno bir maromini ahamiyat bilan yeriga keltirsin, ya'ni en past darajadagi bir inson maromini, xostini, xohishini joyiga keltirsin. En sevaykon bir yovar akramining en go'zal bir maqsudini yeriga keltirmasin. Ya'ni payg'ambar afandimizdan beri bahs etadi. Ya'ni bir ma'mul raiyatini, insonda istaykon narsasini beradi. Bu payg'ambari uni en sevdiği kishi. Holbuki u mahbubining maqsudi umumning ham maqsudidir. Ya'ni payg'ambarimizning istaykonlari bizlarda ham istaykon narsalarimiz. Ham podshohning marzisi, ham marhamat va adolatning muhtazosidir. Ham unga rohatdir, og'ir emas. Rabbimizga og'ir emas bu narsalar. Har bahorga ko'rmaymiz. Mana bahor keladi. Shu bilan hamma narsa qup-quruq, daraxtlarga bir dona yaproq ko'rmaysiz. Bir oydan sonra, 2 oydan sonra bir qaraysiz, yashillanib qolibdi. Ajoyib bo'ladi. Bu gullarning go'zalligini ko'ring. Bu po'palaylar uchib yuradi, bu qushlar sayraganga boshlaydi. Bu ko'rasiz. Yana boshqa misol berdi ustod. Relday keladi, shunda to'kilib ketadi. Ya'ni sarvati qancha ko'pdir Rabbimizdan. To'kib ketadi, shuni ko'zimizda damiga ko'ringlar deydi. Uni oldiga bu oson bu narsalar. Har yil yaratadi. Ko'zimizda damiga mana men 50 yoshiga kirdim, 50 dan oshdim. Shu har yil yaratib yotibdi ko'zimda damiga. Ya'ni og'ir emas uning uchun. Bu musofirxonalardagi muvaqqat tafrigolarcha og'ir kelmaydi. Ya'ni bu musofirxonadagi muvaqqat tafrigolardagi yaratgan oxiratda u dori makofotni ham yaratadi. Uning uchun bu qiyinchiligi yo'q. Madam namunalarini ko'rsatmoq uchun 5-6 kunlik sayrangohlarga muncha masraf qiladi. Ya'ni dunyoni ko'ring, bir
g'alatilik yo'q. Mukammal hamma narsa ishlaydi. Bu go'zalliklarni ko'ring, bu dengizlarni ko'ring, bu tog'larni ko'ring. Hamma narsa qanday mukammal. Bu qushlarni chashit-chashitini ko'ring. Ya'ni bu ikki ro'zli bir dunyo uchun Rabbimiz buncha masraf qilib buni yaratibdi. Oxiratda qanday yaratadi? Uni tushunib ko'ring. Bu mamlakatni qurdi. Albatta haqiqiy xazinalarini, kamolotini, hunarlarini maqar saltanatida undoq bir tarzda ko'rsatadi. Undoq sayrongohlar ochadiki, aqllarni hayratga qo'yadi. Ya'ni bu shu bilan aqlimiz joyiga, o'ra boraylik, aqlimiz joyidan bejoy bo'ladi. Undoq bir ne'matlarni, undoq bir hunarlarni, haqiqiylarini o'rga. Berga bir misolda bir namuna deb qo'ygan. Biz bunda hayron qolamiz. O'rga borsak qandoqdir, hayrat bo'lamiz. Demak, bu maydoni imtihonda bo'lganlar boshi bo'sh emas, saodat saroylari va zindonlari ularni beklaydi. Endi narsaki bo'ladi, zolimlar bo'lsa yoki yaxshi ish qilayotgan solih kishilar bo'lsa, ular har ikkisi yoki makofotini ko'radi yoki majozotini ko'radi. Ya'ni bir maydoni nimarsa bor, makoniki o'rga mahkama bo'ladi, mahkamai kubro quriladi, aqdorga beriladi, unda bir joy. Inshaalloh istifodali bir dars bo'lgan bo'lsa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim va oxiru da'vahum anil hamdulillahi robbil alamin. Al-Fatiha mas-salawat.